Bugun jahon chempionatining finali do'stlar. Afsuski mundial deb atalmish serial bugun o'z yakuniga yetadi va finalda mundial boshlanishida eng kam e'tirof etilgan, eng kam chempion bo'ladi deb atalgan terma jamoalar o'ynaydi. Biroz orqaga qaytsak, bu mundialda chempion bo'ladi deb atalganlar umuman boshqa terma jamoalar edi. Dastlab Portugaliya va uning Cristiano Ronaldosi chempionlikni qo'lga kiritadi deyilgandi, lekin ular eng birinchilardan bo'lib turnirni tark etdi. Yo'q, bu safar pentakampionlar Braziliya terma jamoasi bu qadar yulduzli tarkib bilan chempion bo'lishga haqli deyilgandi. Ammo ular tarkibda yulduzlar bor degani yaxshi jamoa shakllandi degani emas degan qoidaga amal qilgan holda turnirni tark etishdi. Va endi bu safar yo'q. Fransiya terma jamoasi hech kimga imkon qoldirmaydi. Tarkib juda ham kuchli deyilgandi, biroq ular ham yakunda 4-o'rinni oldi. Angliya terma jamoasining yarim finalda ahvolini ko'rdik va ushbu mundialda jahon chempionatida eng kam e'tirof etilgan, eng kam chempion bo'ladi deb atalgan terma jamoalar finalda bahs olib boradi. Bular Ispaniya va Argentina terma jamoalari. Ha do'stlar, bu o'yin menga go'yoki qirol taxt va tojni shahzodaga topshirish o'yinidek tuyulmoqda. Mana shunday ramziy ma'no kashf etmoqda. Ya'ni bilganingizdek bu Yamal va Messi haqida gap ketyapti. Lekin Messi hech qachon taxtni osonlikcha berib qo'ymaydi va u o'z intervyusida ham bugun Lamine Yamalni umuman Ispaniya terma jamoasini to'xtatish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilamiz dedi. Shunday ekan bugun bizni fantastik o'yin kutyapti. Ispaniya terma jamoasi o'ta tartibli va nazoratli futbol, Argentina terma jamoasi esa o'ta shijoatli, vajohatli va qo'rqinchli futbol namoyish etadi. Shunday ekan bugun bizni jahon chempionati umuman terma jamoalar reytingida 1 va 2 o'rinda turgan mundialdagi eng zo'r terma jamoalar bahsi kutib turibdi. Eslatib o'taman do'stlar, uchrashuv bugun tungi soat 12:00 da va bu uchrashuvni profilim asosida joylashgan Telegram kanalida jonli efirda va o'zbekcha sharhda tomosha qilishingiz mumkin. Qo'shiling do'stlar, ushbu fantastik finalni birga tomosha qilamiz.